Demak, birinchi testimizni yechimlarini yozamiz. Quyidagi 4 ta kvadratning qaysi birida qora rangli qismi eng ko'p? Demak, birinchisida ko'rib turibmiz, 4 ta bo'lagidan bittasi qora, 4 dan biri. Ikkinchisida ham mana bu 4 burchakni olib mana bu yerga qo'ysak, yana bu ham 4 dan 1 bo'ladi. Uchinchisida mana shuni pastini kesib bu tomonga to'ldirsak, buni ikkita bo'lagini olib mana bu yerga qo'ysak, yana 4 dan 1 bo'ladi. Bunda ham mana 1 2 3 4. 2 3 4. Hammasi 4 dan 1 bo'ladi. Demak, hammasi teng. Bu savolda muammo yo'q. Agar Shavkat ertalab maktabga borish uchun uydan soat 8 da chiqsa, darsga 10 daqiqa kechikadi. U bugun uydan mana o'zi 10 minut kechikar edi. U bugun -10 deb qo'yay, 10 minut kechikib qoldi deb. U bugun uydan 7:45 da chiqsa, 7:45 da chiqsa, har doimgidan 15 minut oldin chiqqani uchun -10 ga 15 ni qo'shsak 5 minut oldin borish kerak edi. Lekin odatdagidan 10 daqiqa ko'proq vaqt yo'lda qolib ketibdi. Yana 10 ayirsak -5 bo'ladi. Demak, 5 minut kechikar ekan. D javob mana shu kalitda A deb xato ketib qolgan. Uzr. Kirish eshigi kodini aniqlang. 3. Menimcha buni hamma topdi. Bu qatordagi raqamlarning bittasi to'g'ri va turgan o'rni ham to'g'ri. Demak, yo 6, yo 8, yo 2 aniq bor o'rinda turibdi. Bu qatorda esa raqamlarning bittasi to'g'ri, lekin turgan o'rni noto'g'ri. Demak, bittasi to'g'ri. Bu raqam yo 6, yo 1, yo 4. Bu qatorda raqamlarning bittasi to'g'ri, turgan o'rin noto'g'ri. Demak, 6 o'yindan chiqadi. Agar 6 bor bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, shu yerda turgan bo'lsa, o'zi bitta raqam to'g'ri deyapti. Agar 6 bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, bu qatordagi raqamlar bittasi to'g'ri, lekin turgan o'rni noto'g'ri. Bu qatorda ikkita raqam to'g'ri, lekin o'rni boshqa. Bu qatorda ikkita raqam to'g'ri ekan. Bu qatorda hech qaysi raqam to'g'ri emas. To'g'ri raqam bitta, lekin o'rni boshqa joyda. Xo'sh. Ikkita raqam to'g'ri. 206. Bu qatorda hech qaysi raqam to'g'ri emas. 738 lar yo'q. To'g'ri raqam bitta, lekin o'rni boshqa. Mana 7 bilan 8 yo'q-ku. 708 hech qaysi yo'q bo'lgan ekan. 0 bor ekan, lekin o'rni boshqa ekan. Bu yerda ikkita raqam to'g'ri, o'rni boshqa. 0 borligini bilsak, 0 borligi aniq, lekin bu yerda turmaydi. Unda qayerda turadi? Oxirga qo'yaman desam, 2 ga xalaqit berib turibdi. 0 ni demak boshiga qo'yamiz. Bor va boshda turadi, o'rtada turmaydi. 2 oxirida raqamlar bittasi to'g'ri, lekin turgan o'rni boshqa. 0 bilan 2 bor bo'lsa, mana bu qatordan 1 qolib ketadi. Faqat 1 ni yo'q, 1 bu qatordan 1 emas, 4 ekan. 4 0 42. Javob. Xo'sh, buni ko'pchilik topgan. 4. Mebel do'konida 3 xil divan, kreslo bor. Ular bir xil qismlardan tayyorlangan. Kichik divanda bitta o'tirg'ich, ikkinchisida ikkita va kattasida 3 ta o'tirg'ich bor. Agar katta divanning uzunligi uzangishlar bilan birga 220, ikkinchisining uzunligi 660 bo'lsa, kichik divanning uzunligini toping. Xo'sh, mana ularni x deb o'ylaylik-da. Mana bu n-ni y deb o'ylaylik. Shunda 3x qo'shilgan 2y teng 220 desak bo'ladi. Ikkinchisida mana x lari 2 ta, y lari ham 2 ta. 2x qo'shilgan 2y teng 160 desak bo'ladi. Ayirib yuborsak bitta x qoladi. 60 chiqadi. X 60 bo'lsa, o'rniga qo'yib yuborsak, 2 ta x mana ikkinchi tenglamadan 120 qo'shilgan 2y teng 160 ni beradi. Bundan y teng 20 lik kelib chiqadi. Oxirgina uzunligi, demak, unda 2 ta y bor, bitta x bor. 60 qo'shilgan 2 ta y. Ya'ni 40 teng 100. Mana bunday chiqish kerak edi. Perimetr muammo bo'lmadimi? Mana uni to'ldirsak 2 4. Buni to'ldirsak jami demak 14 ga 2 16. Bu yog'i 4.
Demak, mana bu jami 12 bo'ldi, bu yog'i 16 bo'ldi. Perimetrchi to'la bo'lganda ham, mana bunaqa ichiga kesib kirib qo'yganda ham baribir bir xil uzunlik bo'ladi, chunki mana bu ikkita kesmani, mana kesma bilan mana kesma yopib beradi. Mana bu qo'shilgan narsani bu bilan bu yopib beradi. Bitta to'rtburchak perimetr bir xil chiqadi. 16 bir tomoni esa ikki tomoni ham 16 mikan? 14 ga 2 16. Bu yog'i 8 ga 4, 12 ekan-ku. Ko'paygan 2 teng 56 javob edi. Shular nuqtalarda bo'lgan uchburchak yuzini toping, aniqlab bo'lmaydi debdi. Xo'sh, nima qilamiz buni? Chizaylik, eng oson yo'li. Siz hammamiz bilamiz-ku, -1 nuqta. -1 6 mana shu yerda bo'lsin. -1 6. 2 yu 6. 2 yu mana bu 6 bo'lsin. Yana bittasi 2 yu 2. 2 yu 2. Uchburchak mana bu shunda. Uchburchak. X o'qidan mana masofagacha 6 bo'lsa, bu yergacha 2 bo'lsa, bu yerda qancha qoladi? 4 qoladi. Bu 2, bu -1 orasi 3. Shunda hozir uchburchak mana bunday turibdi. Bu yog'i 4, bu yog'i 3. Buni yuzini topish uchun yerga mana bunaqa qo'yib olsak bo'laveradi, hamma biladi-ku buni. 3, 4 deb yuzini topib qo'ysak, S teng 3 ko'paygan 4 taqsim 2 teng 6. Ketma-ket kelgan 5 ta toq sonlarning yig'indisi 2025 ga teng. O'rta son A bo'lsa, A + 2025 ning qiymatini toping. 5 ta toq son mana. O'rtadagini B desam, undan oldin B - 2, undan oldin B - 4. Keyin B + 2, B + 4 deb yozgan. Hammasini bir-biriga qo'shsak, qaranglar, qo'shganimizda faqat 5 ta B qoladi. Ana -2 bilan -2, -4 bilan -4 yo'qolib ketadi. 5B 2025. Unda B ni topsak, 2025 ni 5 ga bo'lishimiz kerak. 405. O'rtarakdan 405 ekan. 405 ga 2025 ni qo'shsak endi. Qo'shilgan 2025. O'rtadagi son A debdi. Biz shuni B deb yozib ketibmiz-da, farqi yo'q. 405 ga 2025 ni qo'shsak, demak 2430 chiqadi ekan. Bu javob. Lift dastlab 8-qavatda edi. Bu 25 qavatga, keyin yana 17 qavatga ko'tarildi. Demak, qo'shilgan 25, qo'shilgan 17. So'ng 6 qavat pastga tushib, 2 qavat yuqoriga ko'tarildi. Undan so'ng 5 qavat pastga tushirildi. Lift hozir nechinchi qavatda turibdi? Shuni hisoblaymiz, hammada shundaymi? 8 ga 25 33, 33 ga 17 50, 50 dan 6 ni ayirsak 44, 44 ga 2 46, 46 dan 5 ni ayirsak 41-qavat. Xo'sh, rasmga keltirgan yo'lakni 2 metr gilam bilan qoplash uchun gilamning uzunligi necha metr bo'lishi kerak? Mana bu yerdan kessam, rostdan ham mana 6 ga 2 gilam bo'ladi, uzunligi 6. Mana bunday qilay shuni. Bunday kesay. Mana bu yerdan kessam, buni bu yerdan kessam, buni bu yerdan kessam, hammasi eng oson bo'lar ekanda. Uzunligi 6 metr emas, 4 metr bo'ladi birinchisi. Mana bu joy 4 ga 2 bo'lyapti-ku. Ikkinchisi mana bu gilam. 2 ga 12 ga 3. 12 ga 3. Uchinchisi mana bu gilam. 11 ga 8. To'rtinchisi mana bu gilam. 12 ga 3 teng. 12 ga 3 dan 2 ta 24 ga 6, 24 ga 6 ga 11 ga 8, 35, 36 ga 4. 36 ga 4 ga 4 ni qo'shsak 44. Mana shunda qandaydir ko'plarda javob boshqacha. Xato bormi? Agar hisoblarimizda xato ketgan bo'lsa, izohlarga yozasizlar. Xo'sh. 10-si. Uchburchakning bir burchagi ikkinchisidan 4 marta kichik, uchinchisidan 10%, uchinchisining 10% tashqi mana. Bu bitta burchak, Keyingi undan ikkinchisidan 4 marta kichik bo'lsa, ikkinchisi undan 4 marta katta bo'ladimi? Uchinchisining 10% bo'lsa, uchinchisi bundan
10 marta katta bo'ladi-ku. Yig'indisi 3 burchak bo'lgandan keyin 180 gradus bo'lishi kerak. 15x teng 180 bo'lsa, x teng mana shunaqa xato ketibmiz-ku. Shunday bir burchagi ikkinchisidan 4 marta kichik, uchinchisining 10% tashkil qiladi. 3 burchakning burchaklari ekini toping. X 12 bo'lsa, kichkinasi 12 ekan. 12, keyingisi 48, keyingisi 10 ta. 120. Ana xato. EQK 120 hammasiga bo'linmaydi, lekin 240 bo'linadi. 10-savolning javobi demak D ekan. To'g'rimi? 240 48 ga ham 12 ga ham 120 ga ham bo'linadi. Uzr. Elbek o'zidagi yong'oqlarni 3dan 1 qismini Alisherga, qolgan yong'oqlar 3dan 1 qismini Dilyoraga, qolganlar 9dan 1 qismini Javonga berdi. O'zida esa 8 yong'oq qoldi. Elbekda qancha yong'oq bo'lgan? Buni deylar hamma topgancha aytib o'tiraman. 27 tani qo'ysalarik mana. 3dan 1 qismi 9 ta bo'ladi. Qancha qoladi? 18 ta qoladi. 27 dedi-ku, 3dan 1ni berdi, 18 ta qoldi. 18 ni 3dan 1ni beradi, ya'ni 6 ni beradi, 12 ta qoladi. 12 ni 3dan 1ni beradi, 12 ni 3dan 1 4. 4 ta ketsa, keyin 8 ta qoladi. Qo'shib chiqsak 27 chiqadi. Elbekda 27 ta yong'oq bo'lgan. Qog'ozning uzunligi 20 cm. Mana bitta qog'oz. Uni har bir uchida 1,5 cm qalinlikda yopishqoq jism mavjud. Qism mavjud. 4 ta tasmali qog'ozga yopishtirildi. Hamma narsa hosil bo'libdi. Halqaning uzunligi qancha? Shunda bitta qog'ozni o'zini yopishtirganimizda mana bu qism, mana bu qismning ustiga tushadi-ya. Ustiga tushadi-da. Mana masalan ikkita bo'lak bir-biriga yopishganda bu yerda 4 ta bo'lak turibdi. Har bir yashilning ichida 1,5 dan 2 tadan bor-da. Shunda oq qismlar butun bo'yicha turibdi. Mana 20 bo'lsa jami oq qismi 17 bo'ladi-ya, ikkita 1,5 chiqib ketsa. Oq qismdan 4 tasi turibdi. 68. Keyin 4 ta yashil qism turibdi. Yashil qismdan 1,5 bo'lsa 4 tasi 6. 68 ga 6 ni qo'shsak 74 degan javob to'g'ri bo'ladi. Shu 5 xonali son 36 ga bo'linishi ma'lum. A va B sonlar bir-biridan farq qilsa, A + B ni toping debdi. 36 ga bo'linish uchun 8 va 9 ga bo'linish kerak. 8 va 9, 4 va 9 ku. 4 va 9 ga bo'linsa 36 ga bo'linadi. 9 ga bo'linishni tekshiramiz. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. 5 ga 2 7, 7 ga 2 9 qo'shilgan. Yana A + B degan raqam bor. Endi 9 ga bo'linishi uchun A + B 9 bo'lishi kerak, 18 bo'lishi kerak, 27 bo'lishi kerak degan variantlar olishimiz mumkin. Keyin A + B 0 degan variant ham olishimiz mumkin edi, lekin ikkita raqamni qo'shsam 0 chiqmaydi, ikkalasi 0 bo'lishi kerak. Bularda turli raqam degani uchun mana o'yindan chiqib ketadi. Ikkita raqamni qo'shsam 27 chiqmaydi hech qachon. Ikkita raqamni qo'shsam 18 bo'lishi, ikkita raqamdan 9 bo'lishi kerak. Bir-biridan farqli raqamlar degani uchun 9 ham chiqib, ikkita 9 degan variant ham chiqib ketadi, bitta 9 qoladi. Mana bu qoladi. A bilan B nechiligini bilmaymiz. U 4 va 5 dir. Bunaqa bo'lmaydi-ku. 4 va 5 bo'lib qolsa 8 ga bo'linmay qoladi. 4 ga bo'lina oladigan bo'lish uchun 3 bilan 6 bo'lsin. 326 8 ga bo'linadi. Yo'q, bu bo'lmaydi ekan. A bilan B yig'indisi 9 bo'lishi kerak, 8 ga bo'linadigan bo'lishi kerak. Necha olamiz? 128 olamiz masalan. Mana 1 bilan 8 qo'ysam, mana 128 degan son bo'ladi, bo'linadi. Lekin yig'indisi 9 bo'lishi kerak-da. Boshqachasiga ham tanlovlaversak bo'ladi. Demak, ni taqqoslang. Mana unda ko'p yillik masala har doim oldimizdan chiqaveradi. Aldaydigan joyi ikkalasi yaqin sonlar bir-biriga. Demak, to'ldiruvchi orqali topardik. Ikkalasi ham 1 ga yaqin, 1 bo'lish uchun birinchisiga yetmayapti. 2 taqsim 27069. Ikkinchisiga yetmayapti. 2 taqsim 27073. Ikkalasi ham 1 ga yaqin. Qaysi biri yaqinroq turibdi desak, mana bu son bundan kichkina. Bunisi ikkinchisi birinchisidan kichkina. Suratlar teng bo'lganda mahraj kattasi kichkina bo'ladi deymiz-ku.
Bu kichkina va bu 1 ga yaqinroq. Demak, bu kattaroq. Shuning uchun buni katta deb olganmiz. 12% 300 gram eritmaga 100 gram suv quysa, tuzning eritmadagi foiz miqdori qancha bo'ladi? 12% 300 gram eritma bo'lsa, shu 300 gramda 12% ni topamiz. Nima chiqadi? 36 chiqar ekan. 36 gram. Unga 100 gram suv qo'shdik. 100 gram suv qo'shdik. Tuzning eritmadagi foiz miqdori qancha bo'ladi? Bu masalani 12%li 300 gram eritmaga 100 gram suv quysa, tuzning eritmadagi foiz miqdori qancha bo'ladi? Demak, 36x foiz, oson ekan-ku. Hozir 400 gram 100% da. Buni proporsiya qilib topamiz deymiz. Mana 136 ga ko'paytirib 400x ga ko'paytirib, keyin 400 deb yoqqa bo'lish qilib o'tkazib yoki shunchaki 36 ni 400 ga bo'lsak ham foizi chiqaveradi. Teng. Ana foizini topish uchun ko'paytirib qo'yamiz. 9 chiqar ekan. Buni ham ko'pchilik topgan. Yig'indini 2022 ga bo'lganda qoldiqni toping. Xo'sh. Ikkita nullari bor ekan. 100 chiqarsak bo'ladi. 3000 shuni ham chiqarsak bo'ladi. Mana bu 3003 ko'paygan. 100 ni chiqarib olsak, birinchisida 1008, bu tomonda 3003 chiqdi. Oxirdagi ikkita nol uchun 100 chiqardim. 1014 teng. Mana bu son chiqdi. Ko'paygan. 1008 ga 1014 qo'shsak 2022. Mana shunday ko'payib hosil bo'lar ekan. Endi buni 2022 ga bo'lsak deb so'rayapti-da. 2022 ga bo'lsak bo'lim ketadi-ku. Qoldirib qolmaydi 0. To'g'ri to'rtburchakning masshtabi 1/3 bo'lgan chizmada tomonlari 24 va 19 va 2. To'g'ri to'rtburchakning masshtabi 1/3 bo'lgan chizmada tomonlari 24 va 19 2. 1/3 degani 3 marta qisqartirilgan degani-ku. 24 va 19 2 bo'lsa, aslida qancha? 24 ga ko'paytiramiz 72, uni ko'paytiramiz 57 yu 6. 1 12 masshtabli chizma desa 12 marta kichraytirish kerak. 72 12 ga bo'lsak 6. 57 yu 6 12 ga bo'lsak 4,8. Buni detsimetrda yozsak 0,6 va 0,48 detsimetr bo'ladi javob. Ni butun qismini toping. Bilamiz, butun qism deb son o'qida o'zidan oldingi butun songa aytiladi. Masalan 0,5 ni butun, 0,6 degan son turgan bo'lsa, buni butun qismi o'zidan chapdagi butun son, ya'ni 0. 0,6 butun qismi 0. 3,8 ni butun qismi 3,8 mayda turadi. O'zidan oldingi butun son, chapdagi butun son. Demak 3. Manfilar uchun ham shu qoida o'zgarmaydi. Minus 1,7 ni butun qismi kerak bo'lsa, minus 1,7 berib turadi. Undan chapdagi butun son minus 2. Xuddi shunday buni butun qismi minus 14. Quyidagi kasrlar nechtasi chekli o'nlik kasr? Kasr chekli bo'lishi uchun mahraji 2 yoki 5 yoki 2 va 5 ni kombinatsiyasidan iborat bo'lishi kerak. Masalan 2 kara 5, 2 ni kvadrati 5, 5 ni kvadrati, 2 ni kubi 5, 2 ko'paygan 5 ni kvadrati kubi. Mahraj faqat 2 va 5 degan ko'paytirishlarga ajrasa, bu kasr hech qachon davriy bo'lmaydi, ya'ni to'xtab qoladi. Uzun bo'lib cheksiz davom etib ketmaydi. Birinchi kasr 3/12 degani qisqarganda 1/4 ni beradi. 4 2 ni kvadrat. Demak, bu chekli. 3/75 1/25 bo'ladi. Bu ham chekli. Mahrajda faqat 5 la turibdi. 1/6 bu cheksiz ketadi. 10/130 10 ga qisqarsa 1/13 bu ham cheksiz ketadi. 7/350 degani 1/50. 50 degani 2 ko'paygan 5 ni kvadrati. Faqat mana 2 va 5 ni iborat bo'lyapti-da. Bu ham chekli. 1/500 bo'lsa 1/5 bo'ladi. Bu ham chekli. 9/576. 9 ga qisqartirsak 540. 60 da bo'ladi, 36 4 da bo'ladi. 1/64 ekan. 64 degani 2 ni 6-chisiku faqat 2 dan iborat. Bu ham chekli. 17/51 1/3 bu cheksiz. Demak, cheklilar mana. 1 2
2, 3, 4, 5 ekan. C javob. Hovuzga 4 ta qo'l o'tkazgan bo'lib, birinchi qo'l hovuzni 1 kunda, ikkinchisi 2 kunda, uchinchisi 3, 4-inchisi 5. 4 kunda 4 ta qo'l bir hovuzni qancha vaqt to'ldiradi? Demak, ishlashlarni birinchisinikini 1, ikkinchisinikini 1/2, uchinchisinikini 1/3, to'rtinchisinikini 1/4 desak bo'ladi-ya. Bir ishni 4 kunda bajaryapti. Demak, bir kunda qancha qiladi? Ishni 4dan 1 qismini qiladi degan ifodalarda bu yerda x, y, z da ish unumdorligi, ishlash tezligi, ishlash sifati degan narsalar aytsak bo'ladi. Umumiy holda ish unumdorlikda. Endi shu bir ishni hammasi birgalashib qolyapti. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Teng. Mahraj 12 hammasiga. Mahrajni suratga yozsak bo'ladi. Unga 12, 6, 4, 3. 12 ga 6 18. 4 ni qo'shsak 22, 3 ni qo'shsak 25. Ana. Qancha vaqtda to'ldiradi? Qaranglar, bu 25 dan 12 kun degan javob chiqyapti-da. Bu yerdan beri biz kunlarda ishlayapmiz-ku, mana hammasi kunlarda berilgandi-ku. 25 dan 12 kun degani kunning yarmidan kamroq-a? Yarmidan sal kam. Demak, bo'lib ko'ramiz. Mana bu son chiqadi. Yarim kundan sal kamroq. Demak, shunaqa gaplar.